Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun yangi challenge boshlaymiz. 50 kun davomida writing haqida o'rganib, o'z bilim va ko'nikmalarimizni o'stiramiz. Bir marta IELTS writingdan 7 va 2 marotaba multi leveldan 65+, ya'ni 67 va 65 baholarni olgan o'qituvchi sifatida men sizga qo'limdan kelgancha yordam bermoqchiman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz types of questions in writing task 1 in IELTS. Demak, IELTS writing task 1 dagi savollarning turlari. Savollar nechta xil va ularga qanaqa yondashish kerak. Endi qanaqa yondashish kerakligi haqida keyingi mavzularda gaplashib o'tamiz, lekin bugungi gaplashadiganimiz savollarning necha xil turi bor. Nechta xil turi bor ekanligini o'zi ularni turlarini bir-biridan farqlab olish javob berishdagi yondashuvga ta'sir qiladi va bu yondashuv eng asosiysi. Demak, e'tibor beramiz. Bu yerda 4 xil savol turi bor. Bu birinchisi trend. Trend degani o'zbekchaga o'qigan, ya'ni TikTok trendi yoki IELTS trend emas. Trend so'zi lug'atda o'zgarish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni buni endi biz dynamic charts deb ham nomlashimiz mumkin. Agarda turli xil yillar kesimida bo'layotgan o'zgarishlar ifodalangan bo'lsa, bizni ya'ni infografikamizda bu trend, ya'ni 3 ta va undan ortiq yillar berilgan bo'lsa, ya'ni turli xil yillar berilsa, biz bu yerda demak bemalol uni trend deb nomlashimiz mumkin. Ya'ni turli xil yillar. Savollari odatda quyidagicha. The graph below shows predictions about the number of people who will study 3 major world languages between 2020 and 2030. Demak, 2020 va 2030 yillar oralig'i deyildimi? Bu yerda 10 yil berilgan. 10 yil. 10 years. 10 yil bu demak bemalol 10 xil yilda berilgan infografikani ko'rsatadi. Ya'ni kamida 10 ta o'zgarishni ko'rsatadi. Demak, bizlar buni bemalol trend, ya'ni dynamic charts deyishimiz mumkin. Odatda mana shunaqa bo'ladi, ya'ni mana shu yillar o'rtasida deb ifodalanadi. Mana bu infografikaga qarang. Demak, 3 xil tillar berilgan bu yerda, ya'ni talabalar o'rtasida mashhur bo'lgan 3 ta jahon tillari berilgan, ya'ni ingliz tili, ispan tili va xitoy tili, ya'ni mandarin bu xitoy tili. Mandarin xitoy tili. Shuni bilib qo'ying, xitoy tili mandarin. Bu yeydigan mandarin emas, adashtirmang, xo'pmi? Demak, bu yerda mana 2 yil 2 yildan berilgan ekan. Demak, 2020-yil bitta yil, 2022-yil, 2024-yil, 2026-yil, 28 va 30-yillar. Demak, bu yerda 6 xil turli xil yil shkalasi berilgan. Endi bu yerga ular yillardagi mana yillar kesimida o'zgarishlar berilgan. Tushunarlimi? Mana shu yilda mana shunday o'zgargan, mana bu yilda mana bunday o'zgargan. Mana turli xil yillar kesimida o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu trend, ya'ni o'zgarish deyiladi. Yillar mobaynida o'zgarib boradigan bo'lsa, mana bu vaqt turi o'tishi bilan o'zgarishlarni ko'rsatadigan grafik turidir. Ko'ryapsizmi? Demak, vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradigan bo'lsa, agarda bizni ma'lumotlarimiz grafikadagi, bu trend deyiladi. Trend uchun o'ziga yarasha lug'atlar bor. Bular haqida keyingi mavzuda gaplashamiz. Asosiy nuqta siz bilishingiz kerak bo'lgan bir necha yillar kesishmasidagi o'zgarishlar. Ya'ni faqat 1 yil yoki 2 yilni bir-biriga solishtirib qo'ymaydi. Bu yerda bir qancha yillar beriladi va ana shu yillar kesimida o'zgarishlar yo yuqorilaydi, yo bir xilda ketadi yoki pasayadi. Mana shu trend. Tushundikmi? Biz buni trend, ya'ni o'zgarish deymiz. Boshqacha qilib aytsak, dynamic charts. Dynamic degani doimiy mana bunaqa o'zgarishda bo'lgan chartlar. Chart mana shu grafikamizni chart deymiz. Keyingi turi bu comparison. Comparison degani bu o'zbek tiliga compare so'zidan o'zi yasalgan, asosi solishtirish degani. Solishtirish. Static charts. Static charts bu turg'un grafikalar, ya'ni turg'un degani o'zgarishlar yuzaga kelmaydi. O'zgarish degani o'zi yillar kesimida bo'ladi, lekin ikkita narsa berilgan bo'lsa yoki bir qancha narsalarning ma'lumotlari keltirilgan bo'lsa, bu o'zgarib ketmaydi yillar davomida. Faqat 1 yilda beriladi yoki ikkita yilning
ma'lumoti, masalan, bir kompaniyaning 2 yildagi ma'lumotlari o'zaro solishtiriladi. Bu comparison. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ma'lumotlar o'zaro solishtiriladigan bo'lsa, bu comparison. Agar ma'lumotlar o'sdi, tushdi, yuqoriladi, pasaydi yoki bir xilda ketdi deydigan bo'lsak, bu trend. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu top honeymoon destinations. Bu eng yuqori darajadagi asaloyi manzilgohlari. Demak, Ispaniya 140 berilyapti, Parij 209, Tailand 1410 va hokazo. Bular endi yillar kesim yo'q bu yerda. Ko'ryapsizmi? Umuman yil yo'q. No years. Agarda yillar berilmaydigan bo'lsa, bu comparison. Bular o'zaro solishtiriladi mana. Ko'ryapsizmi? O'zaro solishtirilyapti. Bu demak shuning uchun comparison deb ayta olamiz. Demak, bu bundan yuqori deymizmi yoki bu bundan kam deymizmi? Bu eng kami. Mana bu demak bu 209 140 ga qaraganda ko'proq deymiz yoki bu eng ko'pi deymiz, mana bu 1410 ni yoki mana bu ikkinchi o'rinda deymiz yoki 432 mana bu Grek orollari Maldivga qaraganda ozroq deydigan bo'lsak, ya'ni solishtiradigan bo'lsak, o'zaro bu comparison. Savol qanaqa bo'ladi odatda? This chart shows the top 8 honeymoon destinations for newlywed yangi qurilgan oiladan. British couples in 2010. Mana 2010-yilda. Demak, bitta yil berilgan. Ko'rdingizmi? Bu yerda ko'p yil berilmagan. Ya'ni 2010-yildan qaysidir yilgacha emas, aynan 2010-yilning o'zidami? Shunaqa. The results come from a survey of 50 couples. 5000 ta demak yangi oila qurganlardan natijalar yig'ilgan va mana shu 5000 dan 1410 tasi Tailandni afzal ko'rgan, 140 tasi Ispaniyani, 209 tasi Parijni, 1335 tasi Balini, 750 tasi Kosta-Rikani va hokazo va hokazo. Mana shunday joylarni ya'ni afzal ko'rishgan. Bu endi shuning uchun nima deyiladi? Comparison. Demak, bu tur bitta vaqtdagi taqqoslash yoki foizlarni ifodalaydi. Bilib qo'ying, bitta vaqtdagi, ya'ni turli xil yillar berilmaydi. Turli xil yillar berilsa u trend, lekin bitta vaqt ifodalansa bu comparison. Bu yana taqqoslash mana. Taqqoslash yoki foizlarni ifodalaydi. Asosiy nuqta nima? Turli xil yil kesimlari bo'lmasligi shart. Turli xil yil kesimlari trend. Trend years mana comparison bu yerda year. Tushundikmi? Ya'ni bir yil comparison, yillar trend. Endi keyingisi bu ko'pchilikka tanish bo'lgan, endi oson tushuniladigan map. Ya'ni o'zbek tilida buni xarita deb nomlaymiz. Xarita. Bu qanaqa bo'ladi? Endi qarang. Bu yerda nimanidir xaritasi bo'ladi. Bir qurilishni xaritasi, bir ko'chani xaritasi, bir zavodni xaritasi yoki bir shaharchani xaritasi, har xil xarita bo'lishi mumkin. Mana shu xarita agar ifodalangan bo'lsa, biz buni map deymiz. Buni ham o'ziga yarasha, ya'ni ko'chirildi, u yoqdan bu yoqqa o'tdi yoki bu olib tashlandi, yangi narsa qurildi shaklidagi lug'atlardan foydalanamiz bularni yozishda. Bular haqida ham men aytayapman-ku, keyingi videolarda albatta sizlarni tanishtirib o'taman. Chunki mana 50 kunlik challenge boshladim. 50 kunlik challenge'da nimani aytaman? Bir kuni masalan birinchi kun mana writing task 1 savollarini tushuntiryapman, keyin infografikani tushuntiraman, keyin ularga har biriga alohida lug'atlar va qanaqa qilib yozish haqida tushuntirib o'taman. Mana shunday. Keyin savol qanaqa bo'ladi? The map below show recent changes in the town of Kingsville. Demak, Kingsville shaharchasidagi so'nggi o'zgarishlarni ko'rsatyapti. Mana. Demak, 2002-yil today. Demak, hozir va 2002-yil o'rtasidagi farqlarni siz ifodalaysiz bu yerda. Demak, mana bu yerda apartment qurilgan, mana bu kesib tashlangan. Keyin factory yiqilgan, uning o'rniga software company qurilgan. Yangi train station qurilgan, mana bu yo'q joyda. Keyin city center o'zgarmasdan qolgan. Keyingi narsamiz, demak, old cinema yo'qotilgan va uning o'rniga pub, pivoxona qurilgan. Futbol stadium qurilgan, mana bu daraxtlar yo'qotilgan. Daraxtlar esa o'z joyida qolgan. Mana shu narsalarni ifodalab beramiz mapda. Mana shunday. Endi keyingi turi bo'lsa process. Bu eng kam uchraydigan va eng sodda, o'zi lug'ati ham o'zida joylashgan shakl.
Bu endi juda ko'p uchramaydi. Eng ko'p tushadiganlari comparison va trend. Undan keyin map ham uchrab qoladi, process ham uchrab qoladi. Nimaga bular kamroq uchraydi? Bularni yozish osonroq nisbatan. Bularning lug'atlari ham nisbatan osonroq. O'zi birinchi o'quvchi comparisonmi bu yoki trendmi? Shuni ajratib olish murakkabroq bo'lgani uchun ko'proq shular tashlanadi o'quvchilarga. Shuning uchun bular ko'p uchraydi. Trend va comparison. Endi process nima bo'ladi? Process bu nimadir mahsulotni tayyorlanish jarayonini ko'rsatadi. Balki asalni yetishtirilishi, ya'ni asalni yig'ib olish jarayoni, ya'ni u eng avvalo asalari ko'chaga chiqib ketadi va gulga qo'nadi, guldan nektarni oladi, keyin olib keladi, u nektarni yig'adi, keyin u asalga aylanadi. Mana shu jarayon. Yoki bo'lmasa mana bu yerda berilgan ketchup qanaqa qilib ishlab chiqariladi. Demak, eng birinchi pomidor teriladi, yig'iladi, zavodga olib boriladi, uni nimalarida terib olinadi, solinadi, qaynatiladi, mana idishlarga quyiladi, upakovka qilinadi, supermarketga olib boriladi va oxirida mana shunaqa. Demak, protsess mana shunday beriladi. Demak, bu har xil narsa bo'lishi mumkin, faqat ketchup emas, murabbo bor. Undan tashqari ham har xil narsalarning protsesslari bor. Qog'oz qanday yasaladi va hokazo. Mana shu protsessni siz agarda yoritib bermoqchi bo'lsangiz, o'ziga yarasha buni ham lug'atlari mavjud. Bular haqida ham gaplashamiz. Savol turi mana bunday, savol odatda mana bunday keladi. The picture below shows how to make tomato ketchup is made. Qanaqa qilib pomidor ketchubi yaratilishini ko'rsatib beradi bu pastdagi surat deyapti mana. Ko'rdikmi? Mana shunday bosqichma-bosqich ketadigan bo'lsa, bu protsess deb nomlanadi ekan. Agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, demak, kuzatishda davom eting. Eng birinchi like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni, mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, siz bizga yo'nalish ko'rsatishingiz ham mumkin. Aynan siz nimalarni xohlayapsiz? Keyingi videolarda aynan qaysi darslarni ko'rishni xohlaysiz? Qaysi yo'nalishda? Ya'ni writing bilan cheklanib qolmasdan reading, listening, speaking, grammar, vocabulary haqida ham darslar tayyorlashim mumkin. Demak, sizlarning xohishlaringizga qarab ham yo'nalishni tanlashim mumkin. Va eng asosiysi do'stlaringizga ulashib qo'ying. Chunki bu darslar albatta bepul. Agar o'zingiz foydali deb bilgan bo'lsangiz, yaqin mana shu mavzuga qiziqadigan do'stlaringizga ulashib qo'ysangiz, yana ham ajoyib bo'ladi. Va eng oxirida, demak, albatta obuna bo'lib qo'ying, hali hammasi oldinda.